Beruvchanlikka doir navbatdagi 3-masalamizning yechimini ko'ramiz. Xo'p, beruvchanlik mavzusidan biz murakkabroq masalalar yechimini ko'ryapmiz. Xo'p, agar kimdadir beruvchanlik bo'yicha umuman tushunchaga ega bo'lmasa, beruvchanlik mavzusini umuman ko'rmagan, eshitmagan bo'lsa, xudo xohlasa men video dars chiqaraman. Mana shu Telegram, Instagram va YouTube kanallariga qo'yiladi bu dars. Beruvchanlikdan noldan mavzu, ya'ni noldan o'rganamiz degan mavzu. Hozir biz umumiy masalalarni ko'ryapmiz. Noldan mavzusini ham xudo xohlasa yaqin kunlarda qo'yamiz. Xo'p, demak endi masalaga diqqat qilamiz. 3-masalamiz ekan. 3-masalada 40 gradusdagi misik sulfatning to'yingan eritmasiga misik sulfat qo'shib qizdirilganda 240 gramm 50% eritma hosil bo'ldi. Eritma boshlang'ich haroratgacha, ya'ni sharoitgacha keltirilganda 100 gramm misik sulfat 5 ta suv tarkibli kristallik hidrat cho'kmay tushdi. Dastlabki eritma tarkibidagi tuzning massasini grammda aniqlang deyilgan ekan. Xo'p, bizga bu yerda hozir eruvchanlik koeffitsiyenti ishlatilmaydi. Kerak emas hozir bu yerda. Ana endi masalani umumiy holatda tushunib olishimiz kerak. Dastlab bizda to'yingan eritma bo'lgan, necha grammligi aniq emas. Unga tuz qo'shilganda keyin qizdirildi. Qizdirilganda eriydi va keyin 240 gramm 50% eritma paydo bo'ladi. Demak, mana shu 240 grammning ichida qo'shilgan tuz ham mavjud. Dastlabki eritma massasini aniqlashsak ham bo'ladi. Eritma boshlang'ich sharoitgacha. Demak, ana shu boshlang'ich sharoitgacha degan qismi bizga juda ham muhim qismi. Ya'ni boshlang'ich sharoit bizga harorat 40 gradus. Mana shu e'tibor berasiz, 40 gradus mana shu harorat. 40 gradusga sovitilganda 100 gramm kristallik hidrat holda cho'kmay tushdi. Xo'p, endi bu demak nimadan boshlash kerak? Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz bizda mana bu yerdagi 240 gramm to'yingan emas, qanaqadir eritma to'yingan bo'ladimi? Demak, biz buni 0,5 ga ko'paytirish orqali tarkibidagi tuzni topib olsak bo'ladi. Ya'ni 120 gramm bu tuzimiz mavjud. Mana shu eritmamizda. Va bu yerdan yozsak bo'ladi 120 gramm suvimiz mavjud. Endi mana shu to'yingan eritmadan bizga 100 gramm misik sulfat ko'paygan 5 ta suv tarkibli kristallik hidrat cho'kmay tushadi. Xo'p, bu yerda biz demak misik sulfat ko'paygan 5 ta suv. Xo'sh, demak buni molar massasi 250. 250 grammning tarkibida deymiz 160 gramm misik sulfati va 90 gramm suv mavjud. Bizga 100 gramm kristallik hidrat bo'lsa, buni tarkibida mavjud 64 gramm misik sulfati va 36 gramm suv mavjud. Xo'sh, demak bu misik sulfatni massasi, bu suvning massasi. Xo'sh, endi nima qilamiz? Endi bizda dastlabki tuz mavjud, dastlabki eritmadagi tuz mavjud. Xo'p, 120 gramm dastlabki tuz mavjud. Xo'p, demak 120 gramm tuzdan ayiramiz 64 ni. Demak, bu yerda bizda qancha gramm tuz qoladi? Shuni topib olishimiz kerak. 120 dan ayiramiz. Xo'sh, tuzdan 64 ayiramiz. Demak, bizda 56 gramm bu tuz, 56 gramm bu tuz eriydi. Ya'ni erib ketgan degan ma'noni bildiradi. Xo'p, endi 120 gramm suvdan 36 grammi chiqib ketsa, ya'ni kristallik hidrat bu ko'rinishda chiqib ketsa, bu degani 120 dan ham ayiramiz 36 ni. Ya'ni 84 gramm suv qolgan. Demak, hosil bo'lgan 40 gradusli to'yingan eritma tarkibida 56 gramm tuzi mavjud bo'lgan va 84 gramm suv mavjud bo'lgan. To'yingan eritma bo'lganligi uchun 84 gramm suvda eriydi bizga 56 gramm tuz erib turibdi. Endi bizga dastlabki 120 gramm suv mavjud. 120 gramm suv mavjud. Mana bu suvda qancha gramm tuz erishini topib olamiz. Demak, nima uchun deyamiz? Nima uchun 120 gramm suvga nisbatan topyapmiz? 100 gramm suvga emas. Bu 100 gramm suv to'yingan, ya'ni eruvchalik koeffitsiyentini topib bildiradi. Lekin 120 gramm suv dastlabki eritma to'yingan bo'lgan. Bizda mana bu yerda to'yingan bo'lgan. Shuning uchun ham 120 gramm suvda qancha gramm tuz eriganligini topamiz. Bu yoqdan 120 ni 56 ga ko'paytirib 84 ga bo'lsak, 80 kelib chiqadi.
Demak, biz dastlabki eritmadagi tuzning massasi 80 gramm bo'lgan. Bu yerda yozib olamiz 80 gramm. Endi xo'p, dastlabki eritmaning massasi qancha bo'lgan desak, 120 ga qo'shamiz 80 da, jami dastlabki eritma massasi 200 gramm bo'lgan. Demak, 240 dan ayiradigan bo'lsak 200 ni bizga 40 gramm tuz qo'shilgan. Mana shu qo'shilgan. Qo'shilgan tuzni so'raydigan bo'lsa, xuddi shunday tarzda topib ketamiz. Demak, to'g'ri javob 80 gramm bo'lar ekan.